Assalamu alaikum, hurmatli gruppa, hurmatli jamoat. Mana bugun Bishkekdan yaxshi bir o'spirim 1 yosh bo'lgan tay sotib chiqyapti jamoat. Tayning parodasi, bo'yi, put qo'lini ko'rsatamiz. So'rlarda jayindan maşallah. Qap-qora bo'lgan tay. Hech bir yerinde og'i yo'q. Tayni ko'ringizlar jamoat. Ajjan, o'zi da yengil. Qoziqlari da moshni jamoat. Qoziqlar. Maşallah ko'krak, omro büyük kelishgan. Qoziqlar. Bu qo'llari toza buyursa. Qovoq, quloq, bosh, mo'yin o'shul tayda buyursa mana jamoat. Tayning parodasi ena jag'idan anglichaning. Ota jag'idan Polsha, mesni polshalardan. Tay chuyda tug'ilgan. To'liq ko'rinishi jamoat. Ko'rgüle tay o'ta xudo xolasa moshni tay. Jamoat kimga qiziq bo'lsa, tayning boğasini jengil qo'yamiz. So'g'urlari büt kelishgan. Maşallah. Jamoat tayning boğası jaqini 170 ming, suylashi yo'llari bo'ladi. Boyu 1.50. Qirg'iziston ichi dastavkani uyushtirib berem, xudo xolasa mana. Kimde kim yaxshi bir shunday o'spirim izlayotgan bo'lsa, tayning adresi Bishkekda, Manas aeroportida bo'ladi jamoat. Dastavkalar 7 oblast Qirg'iziston ichi uyushtirib beramiz. Xudo xolasa. Shu tayni ko'rib, xudo xolasa bog'lash qila jamoat. Mana turgan turpatlari moshni tay. Ko'krak, bosh, but, qo'l, qoziqlari da jayinda maşallah. Bosqan turganlari da yaxshi.